G'azoning saqlab qolinishi, Falastinning saqlab qolinishi hozir ko'proq avvalo 3 ta qudratli davlatga va undan keyin qo'shimcha yana 2 ta davlatga bog'liq. Birinchi navbatda Saudiya Arabistoni, Turkiya, Misr kabi 3 ta davlatning pozitsiyasi agar qat'iy turadigan bo'lsa, do'stlar, G'azo ham, Falastin ham saqlab qolinishi mumkin. Chetdan, uzoqdan kelib boshqalar bu yerni vayron qila olmaydi. Uchalasining qudrati yetsa, albatta Isroilning agressiyasini ham, Amerika Qo'shma Shtatlarining mana bunday ahmoqona rejalarini ham to'xtata olishi mumkin. Bunga qo'shimcha tarzda Iordaniya va Qatar. Agar mana shu 5 ta davlat jon jahdi bilan birlashib, yakdil pozitsiyada bo'lib Falastinni va asosan G'azoni himoya qiladigan bo'lsa, saqlab qolinadi. Agar beshalasidan bittasi Amerika Qo'shma Shtatlariga endi sotiladi desak-ku noto'g'ri bo'lar. Yon beradigan bo'lsa, Falastinning, ayniqsa G'azoning ahvoli nihoyatda og'ir va juda qaltis vaziyatda bo'lib turibdi. Avvalo bundan Xudoning o'zi asrasin deymiz, do'stlar.